90% odam aynan shu xatoni qilyapti. Quruvchi bergan planirovka bilan remont boshlayapti. Bu joyda spalniya bo'lishi kerak, kuxnya bo'lishi kerak va noqulay sanuzil. Bu planirovka juda ham noto'g'ri berilgan va noqulay ishlangan. Bizning variantga o'tamiz. Bu variantda xuddi 56 kvadratli kvartira, lekin endi o'zini alohida TV zonasi bor, mexki mebel bilan. U mebeldan kravat o'rnida foydalanish mumkin mehmon yotib qolish uchun. Spalniya qilingan. Spalniyada ham hamma narsa joy-joyida, kompaktni. Alohida mehmon kutish uchun xona. Bu xonaga oshxonadan hid o'tmasligi uchun oynali перегородка. Oshxona ham kompaktni ishlangan. Pastirishniy komnatasi bor. Texnikali saqlash, pilisos saqlash mumkin. Bu joyda sanuzil. Sanuzilda ham hamma narsa qulay va joy-joyiga qo'yilgan, kompaktni. Planirovka to'g'ri bo'lgani uchun prixoshka ham keng chiqqan. Lekin bu planirovkada bu narsaning imkoni yo'q edi, sababi juda noqulay berib, joydan unumli foydalanilmagan. Agar sizlar ham remont boshlamoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda mutaxassisga murojaat qilib, planirovkani to'g'ri qildirib olinglar. Sababi chiroyli dizayn va chiroyli remont to'g'ri planirovka bilan chiqadi.